هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Ma'aric tefsiri 19. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlığa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Ma'aric suresi 19. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. İnsan hakikaten çidamsız yaratıldı. Onunla yoksuzluk yoki kesellik yoki qo'rqinchdak biror ko'ngilsizlik yetgan chaqda zarlang'uchidir. Biror yaxshilik yetgan chaqda bexillik qilg'uchidir. Faqat tuvandikilar buningdan mustasno. Ular namozga hamisha rioya qilg'uchilardir. Ular mollaridan tilaydigan peqirga ve tilamaydigan peqirga muayyan haq, ya'ni zakot berdi. Ular qiyomat kuniga tasdiq qilg'uchilardir. Ular qiyomat kuniga tasdiq qiladiganlardir. Ular Rabbining azobidan qo'rquvchilardir. Shubhisizki ularning Rabbining azobi Allah emin qilgandan boshqa hech bir odam uchun emin bo'g'ili bo'lmaydigan narsadir. Ular avratlarini haromdan saqlag'uchilardir. Faqat xotinlari va cho'rilari buningdan mustasno. O'zlarining xotinlari va cho'rilari bilan yaqinchilik qilganlar malomat qilinmaydi. Jinsiy ta'limini qondirishni buningdan sirtdan tiliguchilar haddidan oshquchilardir. Ular o'zlariga topshirilgan omonatlarga va bergan ahdiga rioya qilg'uchilardir. Ular to'g'ri guvohlik berguchilardir. Ular namozini ado qilg'uchilardir. En shular jannatlarda hurmat qilinguchilardir. İnsanın chidamsiz ekanligi to'g'risida Alloh taolo insondan va uning nochar axloqlaridan xabar berib mundaq deydi: İnsan haqiqatan chidamsiz yaratildi. Uningga yo'qsizlik yoki kasallik yo qo'rqinchdek biror ko'ngilsizlik yetgan chaqda zarlang'uchidir. Ya'ni uningga biror ziyon yetsa, o buningdan tashvishlanadi va qo'rqishga boshlaydi. Qattiq qo'rqib ketganligidan yuragi chiqib ketishga tas qoladi. Buningdan keyin yaxshilikqa erisholmaydigan bo'ldim deb yaxshilikdan umidini uzadi. Biror yaxshilik yetgan chaqda bexillik qilg'uchidir. Ya'ni u Alloh tarafidan berilgan ne'matga erishsa, uningdan boshqalarga berishga bexillik qiladi va uningdagi Alloh haqqini ado qilmaydi. İmam Ahmed Abu Hurayradan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: İnsondagi eng nachar axloq bexillik va chidamsizlik qilish. Yurak chiqib ketgidek darajada qo'rqib ketish qatorliqlardir. Bu hadisni İmam Abu Davud mu rivoyat qilgan. Yuqoridagi sifatga ega kishilarning qatoriga namoz o'quvchilarning kirmaydiganligi, bularning amallari va namozlari to'g'risida. Faqat tuvandikilar buningdan mustasno. Ular namozga hamisha rioya qilg'uchilardir. Ya'ni inson yuqoridagi sifatlar bilan sifatlangandir. Faqat Allah saqlagan, yaxshilik yo'llarida muvaffaqiyat qozondirgan, yaxshilikqa başlagan ve yaxshilik yo'llarini osonlashtirib bergan kishilar buningdan mustasno.
Bular namoz o'quvchilardir. İbn Mas'ud, Masruq va İbrahim Nahai qatorliqlar bu oyat haqida mundaq deydi. Ular namozning vaqtlariga va farz vojiblariga rioya qilguvchilardir. Uqba ibn Amir mundaq deydi. Bu oyatdagi hamisha degan so'zdan hamisha Allah'tan ayminib sukut ichida namoz o'qish ko'z tutiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Mu'minlar haqiqatan baxtga erishdi. Shundaq mu'minlarki, ular namozlarida Allohning ulug'ligidan surbisib ketganlikdan ayminib turg'uchilardir. Bu oyat namozda sukut va aymangan holatda turishning vojib ekanligini ko'rsatadi. Ruku va sajda qilganda sukut va aymangan holatda turmagan kishi namozga hamisha rioya qilguvchi bo'lolmaydi. Chunki u namozda sukut va aymanish ichida turmasa, namozni huzur ichida o'qiy olmaydi. Balki u namozni qog'idan cho'qigandek tiz o'qiydi. U kishining namozi uni nijotlikka erishtirolmaydi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Ba'zi tafsirshunoslar hamisha degan so'zdan biror amalni qilsa, uni davomli qiladigan va bu amalni qilishda bo'shib qolmaydigan kishilar ko'z tutiladi deydi. Bu vaqtda Imom Buxoriy Aisha radhiyallohu anhadan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh eng yoqtiradigan amal az bo'lsa-mu hamisha davomlashib turadigan amaldir. Ular mollaridan tilaydigan peqirga va tilmaydigan peqirga muayyan haq, ya'ni zakot beradi. Ya'ni ularning mollarida muhtojlarga berishga tegishlik belgilangan nasibi bor. Ular qiyomat kuniga tasdiq qiladiganlardir. Ya'ni ular qiyomatga, hisob kuniga, mukofot va jazoga ishonadi. Ular savob umid qiladigan, azobdan qo'rqadigan kishilarning amallarini qiladi. Shunga Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ular Robbining azobidan qo'rquvchilardir. Ya'ni qo'rqib titrab turg'uchilardir. Shubhisizki, ularning Robbining azobi Allah amin qilgandan boshqa hech bir odam uchun amin bo'g'ilib bo'lmaydigan narsadir. Ya'ni Allohning bu azobidan aqli ushi joyida odamlardan boshqa hech kim amin bo'la olmaydi. Faqat Alloh taoloning amin qilishi bilanla amin bo'la oladi. Ular avratlarini haromdan saqlovchilardir. Ya'ni ular avratlarini Allah ruxsat qilgan yerdan boshqa yerga ishlatmaydi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Faqat xotinlari va cho'rilari buningdan mustasno. O'zlarining xotinlari va cho'rilari bilan yaqinchilik qilganlar malomat qilinmaydi. Jinsiy talabini qondirishni buning sirtidan tilguchilar haddidan oshquchilardir. Bu oyatning tafsiri sura Mu'minda o'tib ketdi. Bu yerda qayta takrorlash hojatisiz. Ular o'zlariga topshirilgan omonatlarga va bergan ahdiga rioya qilguvchilardir. Ya'ni ular o'zlariga omonat qo'yilsa xiyonat qilmaydi. Va'da qilsa va'dasida turdi. Mana bu mu'minlarning sifatlaridir. Munofiqlarning sifatlari buning dal aksichidir. Bu vaqtda Imom Buxoriy Muhammad alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Munofiqning alomati 3 turlik bo'ladi. Agar u so'zlasa, yolg'on so'zlaydi. Va'da qilsa, va'dasiga xiloflik qiladi. Omonat qo'yilsa, xiyonat qiladi. Yana bir rivoyatda mundaq deyilgan. Agar so'zlasa, yolg'on so'zlaydi. Ahdi tuzishsa, uni xiyonat qiladi. Jidallashib qolsa, og'zini buzib tillaydi.
ular to'g'ri guvohlik berguchilardir. Ya'ni ular guvohlik berishga rioya qiladi. Uningga hech narsani qo'ymaydi va kamlitib qo'ymaydi. Uningdan hech narsani yo'shirmaydi. Kimiki uni yo'shirdigan, haqiqatan uning dili gunohkor bo'ladi. Ular namozni ado qilguvchilardir. Ya'ni ular namozning vaqtlariga, ta'dil arkonlariga, farzlarga va sunnatlariga rioya qiladi. Bu oyatlarda mu'minlarning sifatlari haqidagi so'z namozni tilga olish bilan boshlanib, namozni tilga olish bilan oxirlashdi. Bu namozga alohida ko'ngil bo'lganligini va uning sifatlik ibodat ekanligini eslatganligini ko'rsatdi. Alloh taolo sura Mu'mindimu mu'minlarning sifatlarini namozni tilga olish bilan boshlab, oxirida mundaq deydi. Ular yuqori darajalik jannat Firdavsga varislik qiladi. Firdavsda mangu qoladi. Biz insonni haqiqatan loyning javhiridan yaratdik. Alloh taolo bu yerdami mundaq deydi. Ayni shular jannatlarda hurmat qilinguchilardir. Ya'ni ular lazzat va xursandlik bag'ishlaydigan har turli narsalar bilan hurmatlanadi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, kafirlarga nima bo'ldi ekan? Ular sen tarafga tiz kelishib, o'ng so'l tarafingda top-top bo'lib o'ltirishdi. Ulardan har bir odam noz ne'matlik jannatga kirgizilishni tamo qilamdi? Yo'q. Ya'ni ular jannatga mangu kirolmaydi. Shubhisizki biz ular biladigan narsalardan yaratdik. Mashriqlarning va mag'riblarning Rabbi bilan qasamki, ulardan yaxshiroq odamlar bilan almashtirishga, ya'ni ularni halok qilib, o'rniga ulardan ortiq va Allohga itoatchan bir qavmni keltirishga biz albatta qodirmiz. Biz buningdan ojiz emasmiz. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularni qo'yib etgin. Taki ular va'da qilingan kunga muloqot bo'lganga qadar botilga cho'msin. Dunyosida o'ynasin. U kunda ular qabrlaridan chiqib, xuddi tiklab qo'ygan butlarga qarab yugurgandek mahshargohga yugurdi. Ular Allohdan uyilib yuqori qaraya olmaydi. Ularni xo'rliq o'rib oladi. Ayni shu ularga va'da qilingan kundir. Kafirlarni ayblash va ularni qo'rqitish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda payg'ambar alayhisalomning zamonidagi kafirlarni ayblaydi. Ular Alloh taolo payg'ambar alayhisalomni haq bilan avatganligini, uni Allohning ro'shan mo'jizalar bilan kuchlantirganligini, o'z ko'zlari bilan ko'rgan turuqliq uningdan qochidi. Firqa va guruh bo'lib, o'ng va so'l taraflarga qarab ketdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ular nimishqa vaz, ya'ni Qur'ondan yuz o'riydi? Go'ya ular yo'lvosdan qochgan yovvoyi eshaklardek. Ya'ni bu mushriklar Muhammad alayhisalomni ko'rganda, uningdan xuddi yo'lvosni ko'rib qochgan yov eshaklardek qochadi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, kafirlarga nima bo'ldi ekan? Ular sen tarafga tiz kelishib, o'ng so'l tarafingda top-top bo'lib o'ltirishdi. Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, yeningdagi ana shu kafirlarga nima bo'ldi ekan? Ular sen tarafga yugurishib keladi. Ondan sendan yuz o'rib, ixtiloflashgan va bo'lingan holda taraf-tarafga qochadi. Avfi İbn Abbas'ның bu ayet haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bu kafirlarga nima bo'ldi ekan? Ular top-top bo'lib, sening o'ng so'l tarafingda sendan yuz o'rgan va masxir qilgan holda qarab turishdi. Ibn Jarir Jabir ibn Samurning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom bir kuni Qurayshlarning yiniga chiqqanda ular
halqa bo'lib o'ltirishgan edi. Payg'ambar alayhisalom, "Sizlarga nima bo'ldi? Guruh bo'lib o'ltiribsizlar-ku?" dedi. Bu hadisni Imom Ahmad, Muslim, Abu Davud va Nasai qatorliqlar rivoyat qilgan. Ulardan har bir odam nozu ne'matlik jannatga kirgizilishini tama qilamdi. Ya'ni ularning holi Payg'ambar alayhisalomdan qichish va haqdan yuz o'rish tursa, ular tehi nozu ne'matlik jannatlarga kirishni tama qilamdi. Yo'q. Ya'ni ular jannatga mangu kirolmaydi. Balki ularning joyi jahannam bo'ladi. Alloh taolo ular inkor qilgan va vujudga chiqishni yiroq sanagan qiyomat va azobning cho'qim bo'ladiganligini jazmlashtirib, buningga ular e'tirof qilayotgan dastlabki yo'q yerdan yaratishning qayta yaratishga qaraganda tas ekanligidan iborat nas bilan dalil ko'rsatib mundaq deydi. Shubhisizki biz ular biladigan narsalardan, ya'ni arzimas manidan yaratdik. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Sizlarni biz ojiz manidan yaratmadikmi? İnson nimadan yaratilganligiga qarsin, u etilib chiquvchi manidan yaratildi. U mani umurtqi bilan qovurg'a so'nkining orasidan chiqadi. Shak shubhisizki Alloh uni asliga keltirishga, ya'ni terildirishga qodirdir. Sirlar oshkor qilinadigan kunda, ya'ni qiyomatda uningdan, ya'ni insondan azobni dab'i qiladigan hech kuch va yordamchi yo'qdir. Mashriqlarning va mag'riblarning Rabbi bilan qasamki, ya'ni osmonlarni va zaminni yaratgan, sharq bilan g'arbni o'rinlashtirgan, yulduzlarni sharqlardan chiqib g'arblarga petishga bo'ysundirgan zot Alloh bilan qasamki, ish sizlarning qiyomat yo'q, hisob yo'q va o'lgandan keyin terilish yo'q deb o'ylaganinglardek emas. Balki qiyomat kunini inkor qilishdek buzuq e'tiqodiga qattiq raddiya berdi. Ular Alloh taolaning qiyomatni barpo qilishdanmi cho'ng narsalarni yaratishga qodir ekanligini ko'rsatadigan katta dalillarni ko'rdi. Alloh osmonlarni va zaminni yaratdi. Ulardagi barliq jonliqlarni, jonsiz narsalarni va boshqa xilma-xil mavjudotlarni o'z ichiga olgan maxluqotlarni bo'ysundirdi. Mana bular Allohning qiyomatni barpo qilishga albatta qodir ekanligiga dalildir. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Osmonlarni va zaminni yaratish albatta insonlarni yaratishdan ko'p qiyindir. Va lekin insonlarning ko'pchiligi buni uqmaydi. Ular, ya'ni o'lgandan keyin terilishni inkor qilguvchi kuffarlar bilmamdiki, osmonlarni va zaminni yaratgan va ularni yaratishda charchab qolmagan Alloh o'liklarni terildirishga qodir emasmi? Durust, u haqiqatan har narsaga qodirdir. Osmonlarni va zaminni yaratgan zot ularning o'xshashini yaratishga qodir emasmi? U bunga qodir. Alloh mahir yaratquchidir. Hammani bilguchidir. Alloh biror shayni yaratishni iroda qilsa, uningga vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Alloh taolo bu yerdimi mundaq deydi. Ulardan yaxshiroq odamlar bilan almashtirishga, ya'ni ularni halok qilib, o'rniga ulardan ortiq va Alloh itoatchan bir qavmni keltirishga biz albatta qodirmiz. Biz buningdan ojiz emasmiz. Ya'ni qiyomat kuni biz ularning tanlarini buningdan yaxshiroq tanlarga almashtiramiz. Shak shubhisizki biz shunda qilishga albatta qodirmiz. Biz buningga hargiz ojiz emasmiz. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi. İnson, ya'ni kafir, bizni o'zining chirib tarqilib ketgan so'ngaklarini jam'i qila olmaydi deb gumon qilamdi. Undaq emas.
ya'ni uning so'maklarini jam'i qilamiz. Uning eng inchga, eng nozik bo'lgan barmoqlarini asliga keltira olamiz. Biz sizlarning oranglarda o'limni belgiladik. Ya'ni har biringlarning o'lish vaqtini bekitdik. Sizlarni boshqa bir qavmga almashtirishdan va sizlar bilmaydigan bir shaklda yaratishdan ojiz emasmiz. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Ulardan yaxshiroq odamlar bilan almashtirishga degan bu oyatni Ibn Jarir, ya'ni bizga itoat qiladigan va bizga osiylik qilmaydigan odamlarga almashtirishga biz albatta qodirmiz deb tafsir qilgan. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: agar sizlar Allohning toatidan yuz o'risanglar, Alloh sizlarning o'rninglarga boshqa bir qavmni almashtirdi. Ular sizlarga o'xshash bo'lmaydi, balki Allohga itoat qiladi. Yuqoridagi qarash Ibn Jarirning bu qarashiga qaraganda kuchliroqdir. Chunki boshqa oyatlarmi shuni ko'rsatadi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularni qo'yib etgin. Ya'ni ularni haqni inkor qilishga, kufrlik qilish va haqqa qarshi turish qatorliqlarda o'z holiga qo'yib etgin. Taki ular va'da qilingan kunga muloqot bo'lganga qadar botilga cho'msin. Dunyosida o'ynasin. Ular kelgusida bu qilmishlarining oqibatini bilib qoladi va uning jazosini tortadi. U kunda ular qabrlaridan chiqib, xuddi tiklab qo'ygan butlarga qarab yugurgandek mahshargohga yugurdi. Ya'ni buyuk va yuksak Alloh ularni hisob maydoniga chaqiradigan chaqda ular qabrlaridan turib, xuddi tiklab qo'ygan butlarga qarab yugurgandek hisob maydoniga yugurdi. Ular Allohdan uyilib yuqori qariy olmaydi. Ularni xo'rliq o'rib oladi. Ya'ni ular dunyodagi chaqlarda Allohga itoat qilishdan bosh tortganligining jazosi uchun u kunda boshlarini sangilitib, xorliq ichida turishdi. Ayni shu ularga va'da qilingan kundir. Alhamdulillah. Shuning bilan sura Ma'arijning tafsiri tugadi. Jami hamd sana va madhiya Alloh taolo xosdir. Kelar qitimda sura Nuh tafsiri 1-oyatidan boshlab anglaysizlar inshaalloh. Sallallahu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.